Hammani ham xonadonida xudo xolasa parrandalarning orasida shunaqa zo'rlari bo'lsin. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, parranda ishqibozlari, kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Xo'p, charchatib qo'ydik-ku. Bugun sizlarga o'zimiz boqqan Big 6 kurkamizning makiyonini hozir ko'rsatamiz. Tarozida o'lchab, mana tarozilarni qo'yib, taralarni chiqarib qo'yganmiz. Xudo xolasa bu necha kilo chiqadi va buni so'yamiz. So'ygandan keyin necha kilo go'sht qiladi? Chiroyli qilib shuni YouTube tarmog'iga, ya'ni ijtimoiy tarmog'iga joylaymiz. Video agar sizlarga manfaatli bo'lsa, albatta like bosib, qo'llab-quvvatlab turishinglarni so'rab qo'ygan bo'lardik. Ya'ni bu живой весga qancha, so'ygandan keyin qancha go'sht qiladi. Ya'ni foizgacha hisoblab beraman sizlarga. Xo'p, bo'lmasa bir sekin joylaymiz. Tarozim taralari chiqqan. Kamerani yaqinroq olib keling. Bismillahirrohmanirrohim. Pastroqqa. Pastroqda ko'rsat, sal nariroqdan. Sal nariroqdan. Xo'p. 17 kiloyu 100 gram. Hop, demak mana makiyon bu. Makiyonimiz hozirda mana 17 kilo go'sht qilyapti. Приблизительно, hop. O'tgan safar so'ygan xorozimiz 78% go'sht bergan. Endi hozir buni makiyonni ko'ramiz. Xudo xolasa bu necha foiz go'sht berar ekan. Endi aka-ukalar shu o'rinda hozirgi paytda misol uchun O'zbekistonda mol go'shti, qo'y go'shtining narxlari baland. Hamma oilalar ham misol uchun har doim ham go'sht sotib olishga qurblari yetmaydi. Endi men shuni nima demoqchiman? Uy sharoitingizda o'zingizga 5-6 dona shunaqa kurkalardan olib, misol uchun kuzda boshlanishi, sentyabr oylarida olib, yaxshilab boqadigan bo'lsangiz, 3-4 oyda xudo xolasa yaxshi veslarga chiqadi. Faqat maxsus ko'rimlari bilan Allohga ozgina mehr berib qo'yasiz, xudo xolasa shunaqa zo'rlari bo'ladi. Ya'ni misol uchun hozir biz ham buni so'ysak, 80% go'sht bergan taqdirda ham 13 kilo 14 kilo atrofida go'sht beradi. Hozir buni hisoblaymiz, ko'ramiz. 13 kilo 14 kilo go'sht kuniga yarim kilodan yesak ham 1 oyga yetadi degan. Ya'ni bitta xonadonda xudo xolasa bitta kurka 1 oy go'sht bilan ta'minlaydi aka-ukalar. Aqda endi bronza 708 larimiz bor. Xudo xolasa buni so'yib, tozalab, chiroyli qilib go'shtini iste'mol qilib bo'lganimizdan keyin ularga o'tamiz. 4 dona sotib oldim. Ya'ni niyat xolisida, ya'ni qishda xudo xolasa parranda go'shti bilan ro'zg'orimizni xudo xolasa tebratamiz dedik. Mana niyat xolasa ekan, narigisi bilan salkam 1 oy yedik. Bunisini xudo xolasa 1 oy yeymiz. Narigilarni yesak, o'sha ro'zg'orni misol uchun kami ko'sini to'ldiryapti. Xo'p, sizlarda vaqtinglarda olmasa, endi hozir buni so'yamiz. Lekin so'yish sahnalari YouTube ijtimoiy tarmog'iga joylanmaydi, sabab qonli sahnalar mumkin emas. Buni so'yilib bo'lgandan keyin tozalangan holatda, butun holatda sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Keyin ichlarini olib turib, toza go'shtini ko'rsatib o'tamiz. Marhamat, videoni oxirigacha ko'ringlar. Xo'p, mana kurkani ham so'yib, patlarini tozalab, oyoqlarini, boshlarini uzib oldik. Icha-icha olib turibdi. Qani hozirgacha shu oyog'iga, kallasiga, patlariga qancha ves chiqib ketdi shuni ko'ramiz, azizlar. Xo'p. Mana tarozilarimizda tarasi chiqqan. Qani bismillahirrohmanirrohim. Hech qayerda tegmayapti. 15 kilo. 15 kiloyu 600. Ya'ni 1,5 kilo oyog'iga, xo'p, patiga, kalla pochasiga chiqib ketibdi. Xo'p, aka-ukalar, mana ko'rsating, o'sha tozalab ham bo'ldi. Endi tarozini mana yoqib, xo'p, taralarni bosib, toza necha foiz go'sht qilganini sizlarga ko'rsatib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu to'sh. To'shni ham ko'raverasizlar. Qanot va oyoqlarsiz to'shni o'zi necha kilo chiqqanini ko'ringlar. 7 kilo. To'shni o'zi 7 kilo 800 gram. Xo'p, qanotlar. Xo'p, orqa tos, orqa tomoni. Xo'p, oyoq. Oyoq ham qo'ydi, bitta oldi oyog'i bilan baravarda. Xo'p, ikkinchi oyoq. Xo'p, va xo'p, makiyon so'yganimiz uchun mana yog'lar ham chiqdi. Bu ham endi halol. Keyin sangdon deymiz va yuragi. Xo'p, jigarida ozginaligi rangi yoqmaganda jigari tashlab yubordik, hisoblamadik. Endi mana ko'ringlar. 17 kilo 100 gram chiqqani 14. 14 kilo 800. Endi buni foizini picha beramiz. Xo'p, nari telefonni hozir olay. Xo'p, sizlarga bir yo'la foizini ko'rsatib beraman. Hurmatli aka-ukalar. Ya'ni foiz chiqarish qanday bo'ladi? Xo'p, qarab turasizlar. Telefonni yaqinroq olib keling. Xo'p, hozir chiqayotgani mana 14 kilo 895 gram. Pashti 14 kilo 900. 14 butun
10dan 9 bo'lingan 17 kiloyu 100 gram chiqadi. Va buni ko'paytiradigan bo'lsak 100 ga foizni o'ta baland berdi. Qaranglar, 87% toza go'sht beryapti aka-ukalar. Makonimiz o'ta darajada ideal go'sht berdi. Hurmatli aka-ukalar, sizlarga ham tavsiya qilgan bo'lardik. Hech bo'lmasa xonadoningizda biznes uchun emas, kamida 4 dona boqib qo'ysalaringiz, xudo xolasa, xonadoningizda go'shtga bo'lgan talabni bemalol qondira oladi. O'ta foizi baland berdi. Bu darajangizni kutmadim lekin. Joninglar sog' bo'lsin. Videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta laykni bosinglar. Kanalimizga yangilar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Va bizda Telegram guruhlar ham tashkil etilgan. Pastda mana daromadni 11 deb qidirsalaringiz Telegram guruhlar chiqadi. Bemalol qo'shilib sotiladigan parrandalaringizni reklama qilishingiz mumkin. Va asosiy reklama xizmatlari uchun, ya'ni YouTube ijtimoiy tarmog'idagi reklama xizmatimiz uchun esa yuqoridagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.